Assalomu alaykum barchaga. Bugun kimyo barcha uchun loyihasida nitrat kislotaning turli xil konsentratsiyali eritmalarini faol, o'rta faol hamda passiv metallarga o'zaro ta'sirini o'rganamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan jihozlar hamda reaktivlar bilan tanishamiz. Bizga kerak bo'ladi probirka shtatifi, probirka, turli konsentratsiyali, xususan konsentrlangan, suyultirilgan hamda juda suyultirilgan nitrat kislota eritmalari, faol metallar sinfi uchun natriy metali, o'rta faol metallar sinfi uchun rux metali, passiv metallar sinfi uchun mis metalidan foydalanamiz. Bundan tashqari, faol metallar, xususan natriyning ustki qoplamasi, parafin qoplamasini tozalash uchun bizga filtr qog'ozi kerak bo'ladi. Eritmalarni olish uchun elektron pipetkamiz. Buning afzalligi har bir eritma uchun, ya'ni kislotalar uchun mo'ljallangan alohida nasatkalardan foydalanamiz. Metallarning har biri uchun alohida temir qoshiqchalar. Demak, tajribamizni boshladik. Eng avvalo probirkalarga 3 xil konsentratsiyali eritmalardan sovg'a olamiz. Dastavval konsentrlangan nitrat kislota eritmasidan sovg'a oldik. So'ngra suyultirilgan nitrat kislota eritmasi, undan so'ng juda suyultirilgan nitrat kislota eritmasi. Endi uchala konsentratsiya holatidagi eritmalarga aynan passiv metal, mis metalidan solib chiqamiz. Juda suyultirilgan nitrat kislota eritmasi uchun mis metali. Demak, ko'rishimiz mumkin, eritmada hech qanday o'zgarish sodir bo'lmayapti. Bu reaksiya bormaydi. Ikkinchisi, suyultirilgan nitrat kislota eritmasiga mis metalidan solamiz. E'tibor bilan yaxshilab qarasangiz, eritma tubidagi mis metallarining yuza qismida gaz pufakchalari hosil bo'lyapti. Ushbu reaksiya sekin sodir bo'ladigan reaksiya hisoblanadi. Ushbu reaksiyaning borayotganligining yana bitta alomati, reaksiya davomida eritmaning rangi och havorang tusga o'tadi. Bu mis 2 nitrat tuzining eritmadagi rangi hisoblanadi. Konsentrlangan nitrat kislota eritmasiga mis metalni solamiz. Ushbu jarayon juda tezkor borib, ushbu jarayonda azot to'rt oksidi yoki yana bir nomi tulki dumi deb ataluvchi gaz hosil bo'ladi va eritmada mis nitrat tuzlari hosil bo'ladi. Tuz eritma rangini ushbu tusdagi rangga o'zgartiradi. Bilamizki, nitrat kislota kuchli kislota bo'lishidan qat'iy nazar, kuchli oksidlovchilik xossasiga ham ega. Shuning uchun uning konsentrlangan eritmasida juda tezkor reaksiya borib, oksidlanish reaksiyasi ham boradi va azot to'rt oksidini ham hosil qiladi. Endi ushbu kislota eritmalaridan o'rta faol metallari bilan ta'sirini ko'rib chiqamiz. Dastavval konsentrlangan nitrat kislota eritmasi, so'ngra suyultirilgan nitrat kislota eritmasi, hamda juda suyultirilgan nitrat kislota eritmasi. Yetarli. Uchala kislota eritmasiga o'rta faol metallar sinfidan bo'lgan rux metalini granulasidan solamiz. Demak, dastlab juda suyultirilgan nitrat kislotaga solamiz. Demak, e'tibor bilan qarashingiz mumkin, juda suyultirilgan bo'lishligiga qaramasdan rux bilan reaksiya boryapti va metal yuzasidagi gaz pufakchalarini ko'rishimiz mumkin.
Suyultirilgan nitrat kislotaga rux metallidan solamiz. Demak, juda suyultirilganga qaraganda konsentratsiya biroz yuqori bo'lganligi uchun bu reaksiya ham sodir bo'lyapti va juda suyultirilganga nisbatan reaksiya tezroq sodir bo'lyapti. Gaz pufakchalarining hosil bo'lishi jadalroq kechmoqda. Hamda so'nggi reaksiyamiz rux uchun konsentrlangan nitrat kislota. Ushbu reaksiya juda jadal kechishi kerak. Va albatta konsentrlangan nitrat kislotaning xossasiga muvofiq ravishda azot turt oksidi hosil bo'lyapti. Kislota metal bilan kislotalilik xossasini namoyon qilishdan avval oksidlovchilik xossasini namoyon qilib, metalni oksidlab oladi va oksid bilan keyin kislota molekulallar ta'sirlashadi. Oksidlash jarayonida azot turt oksidi yoki tulki dumi hosil bo'ladi. Bu narsani qo'ng'ir rangli gazdan ham ko'rishingiz mumkin. Hamda reaksiya bundan oldingi ikkita suyultirilgan hamda juda suyultirilgan kislotalar eritmalarining reaksiyasidan ancha jadal kechmoqda. Endi faol metallarga ta'sirini ko'rib chiqamiz. Konsentrlangan nitrat kislota, suyultirilgan nitrat kislota, hamda juda suyultirilgan nitrat kislota. Endi faol metalimiz bo'lmish natriyni olamiz. Bilamizki, faol metallar, xususan natriy, kaliy kabi kuchli ishqoriy xossaga ega bo'lgan metallarimiz parafin ostida saqlanadi, chunki ular havodagi har qanday namlik bilan ham ta'sirlashish xususiyatiga ega. Shuning uchun parafin ostida saqlanadi. Biz eng avvalo parafindan tozalab olishligimiz kerak bo'ladi. Ushbu metal natriy metali hisoblanadi. Oddiy metallarga nisbatan ancha yumshoq va qayishqoq. Bundan tashqari o'ta faol. Biz bundan o'zimizga keraklicha qismini kesib olamiz. Demak, olingan natriy metalini 3 ta teng bo'lakka bo'lib olamiz. Reaksiyamizga xalaqit bermasligi uchun parafin qatlamidan iloji boricha tozalab olamiz. Demak, natriy aktiv metalini suyultirilgan nitrat kislotaga, juda ham suyultirilgan nitrat kislotaga solamiz. Jarayonni ko'rib turishingiz mumkin. Demak, juda ham suyultirilgan nitrat kislota tarkibida ko'p miqdorda suv bo'lganligi uchun natriy suv bilan faol reaksiyaga kirishdi va biz ko'rib turgan reaksiyani berdi. Keyingi tajribamiz suyultirilgan nitrat kislotaga natriy. Demak, mana bunda ham suvning miqdori yuqori bo'lganligi uchun natriy shiddatli reaksiyaga kirishdi va suv bilan ta'sirlashuv oqibatida vodorod gazi hosil bo'lyapti. Bundan tashqari natriy mana bunday reaksiyani hosil qilyapti. Xo'p, jarayonda hosil bo'lgan natriy gidroksidi nitrat kislota bilan ta'sirlashadi va natriy nitrat tuzini hosil qiladi. Keyingisi konsentrlangan nitrat kislotaga natriy metalining reaksiyasi. Demak, mana bunday reaksiya sodir bo'ldi. Demak, bizda konsentrlangan nitrat kislota eritmamizda suvning miqdori kam bo'lganligi uchun natriyning katta qismi nitrat kislota bilan ta'sirlashdi. Dastlabki faol reaksiya esa
oz miqdordagi suv bilan reaksiya mahsuloti edi. Bunda azot oksidi gazini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Biz yuqorida ko'rib chiqqan tajribalarimizning tinglamalari quyidagicha. Bu yerda azot oksidlari yoki azotning o'zi gaz hisoblanadi va bizda ajralib chiqqan gaz ko'rinadi. Endilikda natriy metali biz ko'rgan dastlabki shiddatli reaksiyamiz bu suv bilan kechgan edi. Hosil bo'lgan natriy OH keyinchalik kislota yaratmasi bilan ta'sirlashadi va natriy nitrat hamda suv molekulasini hosil bo'ladi. Katta miqdorda ajralgan vodorod esa bizga yuqorida ko'rilgan portlashni hosil qildi. Konsentrlanganda esa suv miqdori juda kam bo'lganligi uchun yuqoridagi reaksiya oz miqdorda sodir bo'ldi va ushbu reaksiya ko'p miqdorda kechdi. Ushbu gazimiz rangsiz gaz. Yuqoridagi NO2 gazlarimiz bizga probirkadagi qo'ng'ir tusdagi gazni hosil qilib berdi. Xulosa qiladigan bo'lsak, nitrat kislota faqat kuchli kislota emas, balki kuchli oksidlovchi ham hisoblanadi. Shuning uchun u yerda juda shiddatli reaksiyalar va turli xil rangdagi gazlarni hosil qildi.